Noldan biznes 1 million dollargacha. 9-kun ko'ramiz. Qo'qondan 28 ming so'mga 36 ta holva zakaz qildim. 35 ming so'mdan hayit kuni 23 tasini sotdim. 13 dona qolganini ham sotishim kerak. Tunnelni boshiga turib olib, rosa harakat qildim sotishga. Oftobda qizib ketib, tunnelni pastiga tushib oldim. Natija bo'lmadi, tunnelni narigi tarafiga o'tib sotdim. Bu yerda ham natija yo'q. Megaplanet tarafga o'tib, Megaplanet tarafda ham rosa aylandim. Odam ko'p, lekin natija yo'q. Hech kim olmayapti. Megaplanetda metrosini oldiga borib, rosa sotishga harakat qildim. Andijondan bolalar kelishgan ekan, meni ko'rgan. Uyga kirib, cho'milib, kiyimimni almashtirib chiqdim. Holvalarni salafanga soldim. Bolalar bilan ko'rishib, gaplashib, ancha xursand bo'ldim. Aka, nima qilib yurisiz deydi. Xullas, holva sotish kerak dedim. Aka, bizda sotish beramiz dedi. Qolgan holvalarni Muhammadjon ukam bilan Shohrubek ukam, Tohirjon ukam hozir kamerada olyapti. Sotish beramiz deb kelishibdi. Biz Seul ko'chasiga keldik. Bolalar bilan plan qildik. Kim birinchi sotish, kim nechta sotish, xullas shunga o'xshagan planlarni juda ko'p qildik. Bolalar qo'lidan kelgancha juda qattiq harakat qilishdi holvani sotishga, lekin natija yo'q. Bironta ham sota olmadik. Men bir narsaga amin bo'ldimki, odamlar 100% onlayn savdoga o'tib ketishibdi. Men ham bugundan onlayn savdo qilaman. Kimga shunaqa original shirin holva kerak bo'lsa, narxi 35 ming so'm. Dastavkasi tekin. Sizga yaqin metrogacha.